inson xohlasa hayotini butunlay o'zgartira oladi. Biz o'zbek ayollari juda ham kuchlimiz. 3 ta bolam bilan yolg'iz qolganimdan keyin ahd qilganman hayotimni o'zgartirishga. Qiynalgan ayollarni hayotini o'zgartiradi. Mehr muhabbat yetishmaydi. Mehr muhabbat. Agar qo'rquv bo'lganda bu biznesni qilmagan bo'lardim. O'sha paytda ham men tinch o'tirmaganman. Mana shu nuqta mani o'sish nuqtam bo'lgan. Har bir sohada bu juda ham muhim, chunki kibr insonni sinadi. Menga ham o'rgating shu sirini. Hech qachon kech bo'lmaydi. Kech bu bizning o'zimizni miyamizda, tormozimiz. Dilbar Usmonova turmush o'rtog'i bilan qanday munosabatlarda? Inson xohlasa hamma narsaga erishadi. Men hech qachon nolimayman. Ustoz urganingiz urashi, so'kkaningiz so'kashi deb qo'yishadi. U insonlar hayotda hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Insondan faqatgina yaxshilik qoladi. Hech qachon taslim bo'lmaydi. Dilbar Usmonovani agar bittagina armoni bo'lganda, nima shu armon? Assalomu alaykum. Dildan suhbatimizni navbatdagi mehmonini taqdim qilishdan oldin sizlarga bu ayol haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Bu ayolni birinchi marta ko'rganimda men bo'lishi mumkin emas, shunaqa katta korporatsiyani boshqarish uchun xayolimda bir qo'pol gapiradigan, erkak sifat, derski, eshikni bir tepib ochadigan ayol tasavvur qilganman. Shunaqangi hayratga tushganman. Qarshimdan nozikkina, xipcha bel, yumshoqqina, ko'zlari chiroyli, suzilib turgan chiroyli ayol kelib chiqqanda. Nahotki shu katta korporatsiyani direktori shunaqa yumshoq tabiat bo'lishi mumkin. Nahotki respublikadagi minglab ayollarni mana shu nozikkina ayol boshqaradi? Hayratlanarli. Ha. Tushundingiz-a kim haqida gapirayotganimni? Bugun meni mehmonim O'zbekistonda Greenleaf korporatsiyani 5 yulduzli direktori, asoschisi, O'zbekistondagi barcha shu biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkor ayollarni yetakchisi, rahbari, motivatori Dilbarxon Usmonova. Bugungi uchrashuv juda ham qiziqarli bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Dilbarxon. Rahmat. Sizni ozgina taqdim qildim. Haqiqatdan ham sizni men eshitgandim. Nomingizni juda ham dabdaba bilan aytishadi, bilasizku. Bugun Dilbar Usmonova bilan ko'rishasiz deyishsa, men haqiqatdan ham endi shunaqa tushuncha bo'lib qolganda. Takoy nejniy ayol kirib kelgansizda, o'shanda hayratda qolganman. Shu hayratni men hozir o'tkazmoqchi bo'ldim. Sizga birinchi savolim Dilbarxon. Qanday qilib biznes boshladingiz, nimadan boshladingiz degan savol bermayman. Menda savol, qachon ichingizda shu qaror paydo bo'ldi? Men shu katta narsani boshqara olaman degan ishonch, qaror paydo bo'ldi. Umidaxon, ko'pchilik menga savol beradi, qanday qilib deb. Albatta, men hozir sizni savolingizdan o'yladimki, birinchi o'sha qanaqa qilib ish boshlaganimni butun O'zbekistonga olib kirib, butun mana shunaqa katta tadbirkorlarga, ya'ni rahbarlik yo'lboshchi bo'laman deb o'ylamaganman aslida. Hammasi Allohdan. Lekin bitta narsani bilaman, birinchi mana shu mahsulotni ishlatib ko'rganimda, yana mahsulotga o'tib ketib qolamiz, xohlaymizmi yo'qmi? Ya'ni mana shu mahsulotni ishlatib ko'rganda har doim aytamanki, bitta kirgelini o'zi hayotimni ostin-ustin qilardi. Chunki bilasiz, biz ayollar har doim nima desam bo'ladi? Kir yuvganimizda, idish-tovoq yuvganimizda yoki oshxonalarni tozalaganimizda muammo bo'ladi, soatlab, kunlab vaqtimiz ketadi, to'g'rimi? Bitta narsa, o'sha kir yuvadigan gelini o'zini yuvganimda, bu biznesini, marketingni ham eshitgandim. Bu biznesni qilaman va butun O'zbekistonga olib kiraman. Har bitta xonadonga kiradi deb nima desam, o'zimga o'zim shunaqa so'z berganmanmi yoki shunaqa shijoat bilan bu biznesni qilaman deganman. Ishonch, birinchi ishonch paydo bo'lgan, mahsulotga bo'lgan. Mahsulotni sevib qolgansiz. Albatta. Demak, mahsulotni sevib qolganingiz uchun shu narsani boshqa ayollarga ilinmoqchi bo'lgansiz. Albatta. O'shanda xayolingizdan o'tganmi? Men shu O'zbekistonga shunaqa katta rahbar bo'laman, shunaqa narsa minglab ayollarning yetakchisi bo'laman degan xohish ichingizda uyg'onganmi maqsad yoki bo'lishmoqchi bo'lganmisiz shunchaki ayol sifatida? Boshida endi bu sohani men o'zim avvalambor bu sohani tushunganligim uchun birinchi mahsulotni sevib va biznes planini ko'rgandan keyin bu biznesni qilaman,
va har bir xonadonga olib kiraman deb shuning uchun harakat qilganman. Lekin hozir shunaqangi katta bir trendga chiqdi deymizmi, bilmayman nima deb atash mumkin. Lekin shunaqangi mahsulotlarimiz hammaga yoqdiki, butun uyda o'tirgan, qiynalgan, ya'ni hayotda o'z o'rnini topolmagan ayollarga bu juda ham bir xush yoqdi. Chunki biznes qilish uchun hamma insonda ham katta pul bo'lmaydi. Lekin kichkina puldan katta imkoniyat bilan tadbirkorlik qilish ham mumkin ekan. Mana shuning uchun ham o'zimga nima desam qaror qildimki, shu biznesni qilib ayollarni, qiynalgan ayollarni hayotini o'zgartiraman. Aslida men o'zgartirmayman, sababchi bo'laman. Dilbarxon, sizda mana shu biznes qilishda, umuman yetakchilik qilishda qo'rquv bo'lganmi yoki shunaqa shijoatlimisiz boshida? Agar qo'rquv bo'lganda bu biznesni qilmagan bo'lardim. Chunki juda katta tavakkal qilganman, juda katta risk qilganman. Chunki o'sha paytda bilmayman, Alloh shunchalik ko'zimga parda qilib qo'rquvni yo'qotib qo'yganmi. Hozir eslasam, orqaga nazar solsam, qanaqa qilib qilgan ekan. Qo'rqib ketasizmi hozir? Qayerdan topdim ekan shuncha kuchni deb? Alloh shunchalik kuch berdi menga. Qayerdan topdingiz rostdan ham shuncha kuchni? Nima sizga turtki bo'ldi shuncha kuch berishga? Misol uchun, balkim hayotda qanaqadir qiyin vaziyat, balkim yetishmovchilik, balkim qanaqadir holat. Bundan masalan, men o'zim uyalmayman. Men aynan 3 ta bolam bilan yolg'iz qolganimdan keyin ahd qilganman hayotimni o'zgartirishga. Mana shu nuqta meni o'sish nuqtam bo'lgan. Sizda nima turtki bo'lgan ahd qilishga? Chunki hammasi yaxshi bo'lsa-chi, odam o'tirib bir ahd qilay demaydi-da. Yo'q. Sabablar kerak unga. Aslida men ilgari shunaqa proyektda ishlaganmanki, u yerda ham juda ham yaxshi daromad topganman. Bu O'zbekistondagi har bitta ayolning orzusi bunaqa daromad topish. Lekin taqdir taqozosi, vaziyatlar shunaqa bo'ldiki, oilaviy sinovlar keldi, o'sha biznesdan ketishim kerak bo'ldi. U juda ham ko'p davom etmadi. 5 oy, 6 oy holatida, chunki tasavvur qiling, siz doim katta daromad topib turibsiz-da. Dilbarxon, bilaman, siz hammaga ochilishni xohlamaysiz, lekin bugun siz psixolog bilan suhbatlashyapsiz. Qanaqa oilaviy muammolar? Xohlamasangiz gapirmang, lekin ochib bersangiz biz dildan suhbatlashardik. Albatta buni o'sha paytda so'ralganda aytmasdim, chunki men hech qachon hayotda kimnidir rahmini keltirib, kimgadir nimanidir yordam so'ragan ayol emasman. Hech kimga aytmaganingizni bizga ayting. Yo'q, chunki hozir aytsam bo'ladi bu narsani. Biznesdan o'sha ketganimda katta daromad topib, 5-6 oy uyda o'tirib qolganman, depressiyada bo'lganman. Chunki siz o'zingiz doimiy daromad bo'lib turgan joydan o'sha biznesingizdan ketdingiz, siz uchun yo'q. Yana bir yoqda shu oilaviy sinov, men har doim aytaman, shogirdlarim o'zi bilishadi, uni nimaga ibrat uchun gapiraman. Ko'pchilik insonlar, ayollar taslim bo'lib qo'ya qoladi. Biron bir boshiga sinov tushganda, biron bir ish tushganda, lekin ana o'sha holatda kimnidir bu sinovlar kuchli qilar ekan. Yana sinov deb aylanib o'tyapsiz. Sinovlar bo'lganiki, o'sha haligi nima sabab bo'ldi dedingiz-ku, mana shunaqa ishlashingiz uchun sabab bo'lmasa inson ishlamaydi. Eringiz bilan chiqishmay qoldingizmi? Urushib qoldingizmi? Allohga shukr, xo'jayinim juda ham yetishmovchilik bo'ldimi, kasallik bo'ldimi? Har doim qo'llab-quvvatlaydilar. Oilada 4 o'g'lim bor. Hech ham qarshilik qilmaganmilar? Boshida biznesga bir 15 yil oldin sohada kirganimda qarshilik qilganlar. Ayol kishi ishlamaydi, uyda o'tirishing kerak degan hol. O'sha paytda ham men tinch o'tirmaganman. Hozir eslasam, o'sha paytda ham xo'jayinimdan bekitib, hamma bolalarim uxlatib ham to'rt pishirgan paytlarim bo'lgan zakazga. Boshidan o'rgatib olgan ekansizda, eringizning pul topishingizga. Bilmasam. Hozir birgasizlar-a? Albatta, birgamiz. Nima uchun sinov dedim? Chunki sizga mana ishlashim uchun yana kuch berdi. O'sha kelayotgan daromad sizda to'xtab qolganligi. Chunki siz mana 10 yil pulsiz qolish oddiy qaytda. 10 yil davomida siz har oyda yaxshi daromad topib turibsiz, ishlab turibsiz-da, sizga o'sha shunchaki kesildi. Sir bo'lmasa nima uchun biznesdan ketdingiz? Biznesda o'zining sabablari bor, endi baribir. Sirmi? Sirli Dilbarxon Usmonova. Sirli bo'lib qolsin, chunki baribir kasb deganda har bitta kasb o'zini plus minuslari bo'ladi. O'zim xohishim bilan o'sha biznesni tark etganman. Lekin sababi yana shu o'g'lim, 3-o'g'lim ozgina mazasi bo'lmadi o'sha davrlarda. Hindistonga olib borib operatsiya, lecheniya qilish keraklar bo'lgan.
bu hammasi uchun bilasiz baribir pul kerak bo'ladi. Lekin o'sha paytda ham men уже hozir Greenleaf'ni boshlagan paytim. Xuddi go'yoki dengizni o'rtasiga tushyapman-ku, o'sha orqaga ham, oldinga ham yo'l yo'q deganda. Demak, Greenleaf'ni boshdan siz Boshlab asoschisi bo'lib doговорlar qilib boshlamagansiz, a? Yaxshi ko'rib ishlatib yurgansiz. yo'q, boshlaganman. Qarang, qanaqa bo'lgan. Shu o'g'lim o'sha kasal bo'lgan paytida уже men o'sha majbur bo'ldimki, o'sha davrlarda biznesdan chiqib ketib qoldim. Unga lecheniyalarga katta pul 3 oy, 4 oy uyda o'tirdim. Bola bilan mashg'ul bo'ldingiz. Bola bilan mashg'ul bo'ldim, uni sog'lig'iga qaradim, lekin o'sha davrlar orasida o'sha kasal bo'lgan, lecheniya bo'lib turgan paytda shunchaki bu mahsulotga olib ishlatib ko'rdim. Lekin ishlatib ko'rdim-ku, shundan keyin ham mana Hindistonga borish kerak, o'sha paytda qo'limda pul yo'q, qolmagan. Ilgari xuddi shunaqangi katta daromad topgan bo'lsam ham, o'sha paytda ushlab qola olmaganman o'sha pullarimni. Bo'lar ekanda shunaqa holat. Odam har bitta dars beradi hayotida, o'sha dars bizga ibrat uchun, yana ham kuchli bo'lishimiz uchun berar ekan. Bu narsani. Men har doim aytaman Dilbarxon, bizga boshimizga tushgan sinov bizni yo yana ham kuchli qiladi, Albatta. yoki cho'ktirib yuboradi. Bu o'zimizga bog'liq. To'g'ri. Xuddi shunaqa bo'lgan ekan demak meni hayotimda. Greenleaf'ni boshlaganimda yana ham qiyinchiliklar o'sha paytda keldi. Chunki hali O'zbekistonga kirib kelmagan. Yangi mahsulot, notanish. Hamma keladi, mahsulotimiz qani deb odamlar qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Bir yoqda oilaviy boy aytgandek, uni lecheniyalari, u bilan doimiy nima bo'lish kerak, bu oson bo'lmas ekanda, ona hech qachon farzandim demas ekan. O'sha paytda shogirdlarim ham telefon qilishardi. Greenleaf'da ham boshlab qo'yganman. Lecheniyaga borib kelayotgan davrlarim Hindistonga 19-20-yillarning shu boshlari. Ana o'sha paytlarda shogirdlarim telefon qilishadi. Ustoz deydi, mana shunaqa hamma narsalar muammo bilan chiqishadi. O'sha paytda chunki korporatsiya yo'q. Lekin o'sha hozir o'ylasam, biron bir marta meni tinch qo'yinglar, meni o'z holimga qo'yinglar. Men oilaviy sharoitim bilan mana shunaqa yuribman. Iltimos degan holat bo'lmagan ekan menda o'zimda, chunki doim bizga o'rgatilgan shu biznesda negativ hech qachon pastga berilmaydi. Shogirdlarga emas. Ya'ni uni ustozi, meni sponsorim O'zbekistonda bo'lmagan. Kim bilandir maslahatlashadigan. Keyin hech qachon men shogirdlarimga video qilishni yoqtirmayman o'z aslida. Nima desam bo'ladi? Жертва deydimi, o'sha pozitsiya deydi hozir psixologlarning nimasida. Hozir endi o'ylasam, nolimaysiz. Nolimayman. Ha, to'g'ri topdingiz. Nolimas ekanman aslida. Lekin mana shunaqa qilib 1,5 yil O'zbekistonda qiyinchilik bilan ishladik. Allohga shukr, yana bitta qaytarib o'taman. Allohdan so'raganimiz bo'lar ekan. Mana hozir shunga 7 yil bo'libdi. Ertalab o'ylab yotdim-da, baribir hayot o'tmishi bitta o'tmish bilan yashama deydi-yu, o'tmishi bir kadr bo'lib o'tadi xayolimda. Nimaga? Chunki shukrona keltirishim uchun qancha foizga o'sganmiz o'sha holatdan. Sarhisob desak ham bo'ladi. Lekin Allohga shukr deyman, mana hozirgi kunda o'sha paytda o'g'limni o'sha kasal bo'lib qolishi, betob bo'lishi o'zimizda O'zbekistonda vrachlar qo'rqitib yuborishgan meni. Haqiqatda har xil gaplar gapirib, nima qilishganki, Hindistonga borishga majbur bo'lganman. Shu bitta narsa o'sha kuch bo'lgandi. Men xarakterim shunaqaki, kimdir ishonch bilan gapirsa, men odatda ishonuvchan insonman. Shunaqa katta opitni o'sha xirurg, o'zi hindistonlik, o'sha olim vrach ekan, o'shani zo'rg'a topib nima qilganmiz lecheniyada. Hali o'g'ling 90 yil yashaydi degan. 100 ga chiqib ham nima bo'ladi degandan keyin shunaqa ko'nglim taskin topgan. Demak, har bir sohani ustasi o'zini o'sha patsiyenti bo'ladimi, uni o'quvchisi bo'ladimi, uni biznesdagi ustozi bo'ladimi, agar o'sha inson ishonch bilan aytsa, u ta'sir qilar ekan. Haqiqatda Allohga shukrki, mana hozir shuncha yildan beri alhamdulillah shukr, mana hozir 3 ta bolasi bor. O'sha paytda bir dona 9 oylik bolasi o'g'il. Siz o'sha vrachni muomalasidan albatta ishonchim o'zingizga olgansiz, zo'r darsni. Men ham komandamga albatta shunaqa muomala qilaman, ishonch beraman. Chunki halizgacha mana 7 yil bo'lgan bo'lsa, 6,5-7 yil halizgacha o'sha doktorni ko'zidagi gapirishi, uni xotirjamligi, o'zini tutishi, ishiga shunaqa professional darajada yondoshganiga men oddiy bitta o'zbek ayolini shunaqangi bir
taajjubga qoldirdi. Demak, har bitta doktorlar mana shunaqa ishlasa, ishini ustasiga bo'ldi, shunday hech qachon Ba'zan kasal Dilbarxon bo'lmaydi dedi. oddiygina bitta gap odam to'xtatadi-da. Mendan juda ko'p haligi Panjiskat aka bilan ishlagan mijozlarim endi bo'lmaydimi manda deyishadi-da. Mhm. O'shanda man agar bilmadim desam, ular kutadi-da. Da, to'g'ri. Shunda man mas'uliyatni o'zimga olamanda, yo'q. Boshqa takrorlanmaydi deyman. Действительно takrorlanmaydi. Shunaqa. Bu juda ham muhim. Ba'zan odamga ishonch bilan aytishingiz qilgan dorilaringizdan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. Albatta. Bitta ichida shubha uyg'otishingiz qilgan zo'r ishlaringiz yuvib ketishi mumkin. Albatta, xuddi shunaqa. Bu har xil sohada bor ekan, chunki har bitta inson bilan gaplashganda, hayot tajribamda kimdandir nimadir o'rganaman. To'g'ri, aslida men psixolog bo'lmasam-da, lekin insonlar bilan ishlaganimizda insonlar qaysi holatda, qanaqa nima desam, kayfiyatda yoki ichidan nima o'tyapti, sizga nisbatan yoki kompaniyaga yoki nima men his qilib turaman. Intuitsiya. Intuitsiya deydimi buni bilmayman-ku, lekin o'sha inson nima haqida o'ylayotganini sezib turaman. Keyin yetishmaydigan gapini gapirasiz. Albatta, keyin Eshitish kerak bo'lgan gapni. eshitish kerak bo'lgan gapni gapirim, ustoz qayerdan bildingiz deydi. Shunaqa qilib qolishadi. Ko'pincha ayollar nima eshitgisi keladi Dilbarxon? Mana juda ko'p qizlarni qo'lingizdan o'tkazgansiz. Umumiy ayollarga nima yetishmaydi? Ayollar Eng ko'p ayollarga ko'p yetishmaydigan narsa. Yetishmaydigan narsa avvalambor sizni yo'lingizni bersin deyishadi, lekin aslida ular hayotimga qiziqishadi. Hayotimga juda ham qiziqishadi. Shaxsiy hayotingiz. Shaxsiy hayotim. Dilbarxon, bu Qaysi faqat yo'ldan sizni bosib qizlaringizda o'tganim. emas, bu bizni O'zbekistonga xos odat. Hamma nechta bolangiz bor, eringiz bilan necha marta turishgansiz, nechinchi turmushingiz, mana shunga qiziqiladi. Bu odatiy hol. Ayollarga mana siz aytdingiz, nima yetishmasligini sezaman deb. Mhm. Nima yetishmaydi biz ayollarga? Ayollarimizga ko'p ayollar bilan ishlaganim uchun bir xil ayolda mehr yetishmaydi. Mehr yetishmaydi. Bir xil ayollarga pul yetishmaydi. Bir xil ayollarga mehr bo'lmasa ham, ularga pul bo'lsa, shunaqa ayollarni ham ko'ramanki, mehr ham kerak emas edi, pul bo'lsa bo'ldi deydi. Endi baribir har xil inson bilan ko'rishganingizda ham ochig'ini gapirishimiz kerak. Aksariyat ayollarga mehr yetishmaydi. Dilbarxon, rostdan ham mana shu men ham ayollar bilan ishlayman-ku. Почти 100% sabab bo'ladi. 98% ayollarga mehr muhabbat yetishmaydi. Mehr muhabbat. Pul yetishmaydi deyapsiz-da, ayollarga har doim pul yetishmaydi, lekin pul ularga nimadir berish uchun mana kimdir o'zini qadrli ekanligini tasdiqlash uchun, kimdir mana shu mehrni sotib olish uchun birinchi o'rinda baribir biz ayollarga ozgina mehr yetishmaydi. Siz ularga как onasi boshlarini silaysiz, kerak bo'lsa urishib berasiz, kerak bo'lsa dalda berasiz. Ularni ko'rdimda sizga bo'lgan munosabatini. Men hayratdaman, hech qaysi biznesda men ustozga bunaqangi darajada обожание deydi ruslarda, haligi ustozni ilohiylarcha yaxshi ko'rishni men ko'rmaganman. Chunki men o'zim ham Gerbalayevda ishlaganman, Merikeyda ishlaganman, Greenleafga a'zoman, hatto juda o'zim uchun juda ham yaxshi ko'raman. Chegirma bilan olish uchun o'zimga olganman. Lekin sizni qizlaringizdaqa bu fanatlarcha sevishni men Greenleafda ko'rdim. Menga ham o'rgating shuni sirini. Meni ham shunday sevishlarni xohlardim. Birinchi, chunki insonga, ayol kishiga nimadir yetishmasa, o'sha yetishmagan kamchiliklari, qolganini to'ldiradigan bo'lsa, agar ustoz tarafidan, to'g'ri, endi ustozlar qaysidir oilaviy mehrini bera olmasligi mumkin, lekin ustozlik mehrini berib, o'sha narsani to'ldirsa-yu, ular shu to'ldirilgan mehr bilan biron bir natijaga chiqsa, chunkichi mehr, muhabbat, olqishlar buni sotib ola olmas ekansizda, unga tan olish kerak, unga erishish kerak ekan. Shogirdlarim hammalari o'sha, men har doim aytaman, suhbat jarayonida aksariyat shogirdlarim minus bilan kelishgan, dashi 0 bilan emas. Ko'ryapsizlarmi? O'sha mana shu minus bilan kelib, hozirgi kunda o'sha o'zini oilaviy kamchiligi, farzandlar oldida, ota-onasi oldida burchini bajardimi, ular o'zini juda ham qaysidir ma'noda baxtli his qiladi. Shunga siz sababchi deb ko'rsatishadi. Albatta bizada
mana yumshoq, mana nozikkina deysiz, vaqtida shunaqa nozikkina yumshoq ayoldan ham qattiqqo'llik chiqadi. Ha, nima qilasiz qattiqqo'llik qilib? Bizada shunaqa o'zim chat gruppam bor. Davay deydiganda, bu qattiqqo'llik ham baribir mehrda. Albatta, ularni faqatgina boy bo'lishi uchun. Qattiqqo'llik deganda urush emas-ku. Yo'q, qattiqqo'l talab. Talab. O'ziga yarasha Qo'lingdan har bir keladi, narsa davay. qila olishi mumkin bo'lgan ishlarni ko'zimiz yetadiki, chunki ustoz baribir bir qadam oldinroq yuradi. Chunki ustoz baribir shogirdlarini, mana oilada farzandingizni har bitta xarakterini bilasiz-ku. Xudo tepadan qaragan. Urishganingizda ham yaxshi ko'rib urishasiz. Ularni o'sha qattiqqo'llik qilgan paytimda, talab qilgan paytimda ham ularni har bittasi yil davomida o'sha talablarimiz, kerak bo'lsa qattiqqo'llarimiz, kerak bo'lsa yumshoqliklarimiz ularga foydaga keltirgan. Shuning uchun ular mana bunaqa deb qo'yishadi. Ustoz urganingiz urashi, so'kkaningiz so'kashi deb qo'yishadi. Dilbarxon, shunaqa ham bo'lganmi? Shogirdlaringiz ichida ko'p mehnatingizni, mehringizni singitgansiz, lekin ular umidingizni oqlamagan. Bormi shunaqalar ham? Har bir Ko'p joyda mehnatingiz singidi-yu, keyin hafsalangiz pir bo'ladi. Men bundan ko'p narsa kutgandim, lekin bo'lmadi. Albatta, ko'proq mana shunaqa, bilasizmi kimdan shunaqa narsa chiqadi? Ko'proq o'sha shogirdga mehr berib yuborsangiz, chunki har bir narsani o'zini chegarasi bor. Demak, tarozini ushlab turish kerak, asosiy narsa. Albatta. Men shu biznesda tushundimki, shogirdlar bilan ham, har bitta o'sha shogirdlar bilan ham subordinatsiya, ya'ni o'zini chegarasi. Men hech qachon shogirdlarimga mana chegarani bosib o'tishlariga yo'l qo'ymayman. Qaysi holatda bo'lsa ham. Qanaqa holatda bo'lsa ham, hamma o'z o'rnini, o'z haddini bilishi kerak. Ya'ni ozgina subordinatsiya taqiqlaysiz. Munosabatlar gorizontal emas, vertikal. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Biznesda vertikal munosabatlar bo'lishi kerak deb men hisoblayman. Ya'ni rahbar va xodimlar. Agar bu mana bunaqa do'stona bo'lib, ulfatchilik bo'lib qolsa, subordinatsiya buziladi. Bu meni fikrim. Sizniki qanaqa? Xatoyimda bir marta shunaqa bo'lgan, xatoyim. Chunki juda ham ko'p mehr berib yuborganmiz. Har doim yonimda bo'lish kerak deganman. Chunki juda ham ko'p shunaqa undanda kuchli shogirdlarim bo'lgan. Bilmayman, o'sha paytda men o'zim xatoyim, u ham menga bitta dars bo'lgan. Bu boshida bo'lsa kerak-a? Boshida bo'lgan. Hozir alhamdulillah, Allohga shukrki, hozir har bitta shogirdim bir deganimda bir deydigan shogirdlar. Hech qalari muhokama qilishmaydi. Chunki men mehrni farzandlarga ham beramiz, lekin keragidan ortiq berib yuborsangiz, buzilib ketadi, aynib ketadi. Ertaga hamma narsa muhayyo bo'lib qolsa, hamma narsa mumkin ekan degan xohlagan ko'yiga kirishi mumkin ekanda. Biznes farzandlarda ham, ya'ni biznes hamkorlarda ham xuddi shunaqa holat bor. Men uchun bitta juda ham chiroyli dars bo'ldi. Bundan xulosa qila oldingiz. To'g'ri, Dilbarxon, men ham oilada har doim bola tarbiyasida aytaman. Bolalarga taqiq ko'pligi ham zarar. Ular o'ziga ishonch pasayadi, qadam qo'ygani qo'rqadi. Hamma narsani ruxsat berish ham zarar. Albatta. Ular mas'uliyatsiz bo'lib qoladi, hamma narsani ota-onam qilib beradi deydi, o'ziga haligi javobgarlik hissiyoti yo'qolib qoladi. Chunki mana shu ota-ona to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, ota-onalarda shunaqa holat bo'ladi. O'zi qiynalib noldan chiqqan ota-onalar hamma yoqni qilib berishni xohlaydi, ha? Mendagi qiynalmasin, mendagi zoriqmasin, mendagi shunaqa bo'lma. Yo'q, aslida qiynalib chiqqan inson keragidan ortiq bolaga qilib beriladi. Bola borib o'rganib qoladi. Menga hamma narsa, hamma должен, hamma narsani muhayyo qilib berish kerak. Talab kuchayadi, u shunaqaga o'rganib qoladi-da, harakat qilmaydi-da. Biznesda ham xuddi shunaqa demak. Me'yor, mana tarozini, mezon deydimi, nima deydi? Muvozanatni ushlab turish. Men Navoiyda sizlarga Greenleaf'ga treningga bo'lganimda, ularni aktivligi, ularni energiyasi, men Navoiylik shogirdlaringiz aytyapman, boshqa joyni uncha bilmayman. Ularni yaligi energiyasigachi men og'zim ochilib qolganda, bitta ayol aytgan, men ko'chada kosada qaymoq sotib yurardim, juda ham qiynalganman. Meni ham opa sizdaqa bo'lishni o'rgating degan. Mana shunaqa qilib oyoqqa turib ketganlar. Hozir ko'rsangiz, har birida bittadan zo'r mashina, pullar, tinimsiz dam olishlar. Men ko'rib hayratda qolganman. To'g'ri. Shunaqa yumshoq, mayin ustozni takoy shogirdlarida. Men hazillashib aytamanki, qalqinoqdan bulbullar tug'ilib qo'ydi dedim. O'zingiz qalqinoqmi? Hazillashaman albatta. Baribir qaysidir joyda ko'pchilik insonlar meni ko'rganda ozgina xijolat qilishadi. Qanaqadir
o'sha xijolat qilishmasin degan holatda baribircha tarmoqli marketingda xohlaysizmi yo'qmi munosabatlar bo'ladi. Erta manmansirashlik, ya'ni erta rahbarlik o'tmaydi. Har doim katta pul topasizmi? Bu o'zi har bir sohada deb o'ylayman, bilmadim. Endi men o'zimning sohamdan kelib chiqib aytamanki, rahbar boya aytganimizdek subordinatsiya, me'yorni, tarozini o'rtaga qo'ya olsa, har bir sohada o'sha ustoz shogird prinsipi, hattoki an'anaviy biznesda ham har bir joyda buni qo'yish mumkin. Subordinatsiya, lekin bu kibr emas. Kibr emas. Bu odob, Da. axloq. Da. Axloq. Kechirasiz, mana bu fikrimni aytib qo'ying. Sizdan savol bermoqchi edim. Aha. Hamma viloyatdagi shogirdlaringiz mana shunaqa Navoiyliklardaqami yoki men faqat eng zo'rlarini ko'rib keldimmi? Hammalari shunaqa. Boshqa viloyatdagilar xafa bo'lmanglar, men Navoiyliklarni ko'rganman-da, shuncha aytyapman. Albatta har bitta viloyatda liderlari shunaqangi bir nima yurganda o'chaq deydi. Ko'rganingizda energiyasi shunaqa o'pirib turadi. Chunki bunga nima sabab desangiz, haligi qalbidagi orzu maqsadlarga erishib, hayotdan o'sha minnatdor, Yashashni rozichilik, boshlaydi deydi. yashashni bilib, shukronalikni keltirgandan keyin Alloh ularga shunaqa kuch Dilbarxon, keyin ko'p shogirdlaringiz biznesini er-xotin qilishar ekan-a? O'sha Navoiyliklar bilan biz ovqatlandikda, unisi ham eri bilan, bunisi ham eri bilan, bunisi ham eri bilan. Men ulardan so'radim, orzularing qanaqa edi? O'sha qaymoq sotadigan qiz aytdi. Men orzu qilardim Navoiy shahrida yashashni. Men qishloqdan olib kelib qaymoq sotardim. Orzu qilardim bolalarim chet elda o'qishini, erim bilan mashina haydab yurishni. Umid opa, hozir men mana shu hayotda yashayapman dedi. Rostdan ham ular menda bitta narsada menga yoqdi. Men realni o'zim gapiradigan gaplarni isbotini ko'rdim. Agar ayol xohlasa, umuman ayol emas, inson xohlasa hayotini butunlay o'zgartira oladi. Va butunlay orzu ro'yobga aylanishi mumkin. O'sha ayol aytdi-da, men qishloqdan olib kelib qaymoq sotadigan qiz qayerda-yu? Hozir mana bu avtomobilni haydab bolalarim chet elda o'qib, Navoiyni markazidan zo'r uy olib yashayotgan ayol qayda? Yer bilan osmon. Men o'shanda aytdim, qizlar, men gapiradigan gapni tasdig'ini Greenleafchilar allaqachon qilib qo'ygan ekan. Albatta. Zo'r. O'sha boya aytayotgan ayolingiz Navoiydan Zarafshonda turishardi, Gavharxon Ochilova bo'ladilar. Haqiqatda Do'mlada ilgari kisli moloko sotilgan. Gavharxon mashhur bo'ldingiz. Chunki har bitta shogirdlarim hayotini, tarixini bilaman. Bilasizmi? Albatta. Albatta hammasini. Ular ko'p-ku. Ko'p, lekin hammasini tarixi esimda. Yana bitta insight manda, siz nafaqat qo'llaysiz, quvvatlaysiz, mehr berasiz, balkim har birini shaxsan eslab qolar ekansizda. Albatta. Ismini aytyapsiz, qarang. Gavharxon Ochilova bo'ladilar. O'sha o'zlari ham hozirga rosa shukr qiladilar. Chunki shukr qilgan insonni hayotidan u qiyinchilik paytida ham har bir sinov kelayotganda ham shukri biladigan inson kelajakda uni muvaffaqiyat xohlaymizmi yo'qmi kutadi. Ya'ni erishadi muvaffaqiyatga. Boya aytganingizdek, inson xohlasa hamma narsaga erishadi. Xohlasa. Bu bizning fikrlarimizga bog'liq. Xohlasa va Dilbarxon, mana bunaqa narsa borda, o'sha tasavvur qildimda o'sha qizni aytib berdi. Men qaymoq furush edim, biznesga kirish uchun 4 million pul kerak edi. Menda yo'q, Umid opa 4 million deydi-da. Mana bu voqeani men juda ham menga ta'sir qilganda yo'q deydi. Chunki pul olib boraman, qaynonamga topshirishim kerak deydi. 2-3 ming, 100 mingcha o'zimga qoladi. O'sha ularda qaymoq oladigan qaysidir rahbar qizingiz, men ismlarini eslab qolmaganman. O'shalarga aytdi-da, opajon, menga shu biznesni o'rgating, men ham sizdaqa yuraman. Aytibdilar, menimcha pul to'pla. To'plashni boshladim deydilar. Men to'plab maqsad paydo bo'ldi. Havas paydo bo'ldi. Bularga qo'shildi harakat. Aziz ayollar, men buni bekorga eslab qolmadim. Nimanidir xohlash uchun o'sha narsani juda ham kuchli havas qilish kerak. Keyin maqsad qilish kerak. Men shunga erishaman. Keyin shunga harakat qilish kerak. Mayli yarim qadam u yog'ini Alloh to'g'rilaydi. Mana shu havas qiladigan ayol, men yarimini to'pladim deganda bo'ldi. Men yarimini o'zim qo'shaman degan ekanlarda. To'g'rimi? Hozir aytganingizdek, bolalar chet elda o'qishadi. Mana o'zlari Inomarkada, o'zlari o'sha Novostroyka domla olib, hozirgi kunda shunaqangi bir kuchli er-xotin albatta. Har bitta qizlarimni boshida xo'jayinlari, erlari qarshi bo'ladi. ruxsat berishmagan.
tushib qolasan, aldanib qolasan degan har xil gaplar bo'ladi. Endi bu tabiiy hol. Ular bizga yomonlik uchun qilmaydi. Misol uchun mana Himoya qo'shnim bor. qiladi. Himoya, qaysidir ma'noda atrofdan himoya qilish uchun bo'ladi. Bir xilda aytamanki, ayollar ijobiy, qaysar bo'lishi ham muhim ekan. Da, qaysar ayollar ko'p narsaga erishadi. qaysar. Ijobiy qaysar deb qo'yamiz. Ha. Ya'ni janjal qilib emas, to'polon qilib emas, Maqsadi yo'lida. tushuntirib, erkalanib, u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib, ayol kishi ko'ndiraman desa, любой narsaga ko'ndiradi, to'g'rimi? Ko'nmayapti degan ayollar, demak, hamma uslubni ishlatib ko'rmagan ayollar. Yo'q, ular "Men ko'nmayapti, erim ruxsat bermayapti" degan ayollarga bitta narsa aytardim. Ayting. Men har doim shogirdlarimga aytaman-da, yo biznesda yo bahona, yo natija bo'ladi deyman. Agar biz ayolmiz-ku, chunki boshimizdan o'tgan, agar biz xohlamasak, erimiz orqasiga o'tib olamiz. Erim ruxsat bermaydi. Erimdan Agar so'rang. biz xohlasak, kerak bo'lsa o'sha erimizni qaysi holatda bo'lsa ham Ko'ndiramiz. hamma yoqni taxt qilib, o'sha ovqatimiz bormi, kirimiz bormi, chirimiz bormi, hammasini qilib, keyin rozichilik bilan chiqib ketamiz, agar xohlasak. Ya'ni erim qo'ymayapti, erim o'qitmayapti, erim qarshi degan hamma ayollar o'zlari unchalik ham xohlashmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Da, men bilaman buni. Chunki ayol kishi bitta kiyim olaman desa, qarindoshini to'yiga 77 xil usulni ishlatadi, lekin o'sha ko'ylakni oladi. Yashang. O'zi unchalik ham xohlamaganda erimdan ruxsat so'rang, erim bilan maslahatlashing, erim qo'ymayapti deydi. Shuning uchun hurmatli ayollar, o'zingizdan Ishimizga bechora bog'liq. yasamang, bahonangizni biz ko'rib turamiz. Albatta. Yaxshi. Dilbarxon, yana nima sifatlar sizga yordam beradi? Mana shu biznes qurishda, ayol kishini biznes qurishda, muvaffaqiyatli biznes qurishda men tushundim. Birinchisi odamgarchilik. Men to'g'ri tushundimmi? Mehr berish bu odamgarchilik, qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi ularga ishonish, qo'lingdan keladi, sen Ishonch eplaysan deyish, ularni qo'llab-quvvatlash, kerak bo'lsa urushish va bular hammasi qo'llab-quvvatlashga kiradi. Yana nima sifat bo'lishi kerak ayol kishida muvaffaqiyatli biznes qurish uchun? Muvaffaqiyatli biznes qilish uchun Sizni fikringiz kerak, o'zingizni. mana oddiy narsa, kitobiy gaplarni bilasiz. Da, gapira olmayman. oddiy. Oddiy gapdan hayotda mana biz ilgari aytishardiki, o'qigan emas, uqqan bo'lish kerak deyishardi. Misol uchun men hayotimda ko'ramanki, mana men degan o'qigan insonlar ham kerak paytda kerakli insonlarga kerakli muomalani bera olmay qoladi-da. Ya'ni shapkasini olib kelsa boshini uzib qo'yishadi. Ya'ni men har doim aytamanki, o'sha insonga nima kerak hozir? O'sha kerakli narsani kerakli paytda berish kerak. Suhbatni ham, o'sha boyiga tanqidni ham, mehrni ham, o'sha hamma narsasini o'zini tuzi bo'ladi-yu, tuzni ko'p solsangiz sho'r, kam solsangiz me'yorda bo'lsangiz mazali bo'ladi. Men o'ylaymanki, insonlar bilan xuddi shunaqa gaplash kerak. Misol uchun, qo'l ostimda shunaqa liderlarimiz ham bor, hamkorlarimiz ham bor. Nimadir deb ularga topshiriq bersangiz, birato'la boshini uzib kelishadi. Ya'ni rahbar pozitsiyasiga o'tib olishadi. Bizani sohada, o'zi umuman sohada rahbarlik ko'tarilmaydi. Chunki erkin biznes deymiz. Erkin biznes deganda inson o'sha qilayotgan ishida maza qilish kerak. O'sha kollektivda maza qilish kerakki, hamma narsani dardini unutish kerak. Chunki birdaniga hammasi lider bo'lib ketmagan shogirdlarim. Chunki o'shani to adaptatsiya paytigacha, o'sha Greenleafga mehr qo'yguncha, bizni o'sha nima desam bo'ladi? Misol uchun, o'shada chiroyli qilib munosabatmi, atmosferami yoki qayerdadir chay pitsa qilib o'tiribmi, bir shunaqa holat bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki bu muhim. Siz bilan yaxshi munosabatda bo'lib turgan holatida bu esda qoladi. Uyiga borganda yoki eri, yoki bo'lmasam umr yo'ldoshi, yoki qaynonasi, yoki kimdir nimadir Greenleaf haqida yoki biznes haqida negativ bersa, u insonda yaxshi taassurot qolib turibdi hali. Uni hech qaysi bir muvaffaqiyatga chiqmagan, lekin o'shatdek atmosfera, munosabat, o'sha chunki u balkim uyda qiynalgan, umrida bir kollektivga qo'shilmagan inson bo'lishi mumkin. Hayotida ola olmagan narsani Greenleafdan oladi. Men har doim shogirdlarimga aytamanki, siz oldin munosabatni zo'r qilingki, o'sha shogirdingiz kelganda maza qilsin. Birdaniga Dilbarxon, demak Greenleafning asosiy falsafasi pul, talab emas, albatta munosabatlar, munosabat. odamiylik. Agar kimdir biznesda, aynan tarmoqli marketingda
o'zini shogirdi bilan munosabati juda ham a'lo darajada qurar ekan, aynan shu shogirdlarimiz muvaffaqiyatli lider, ya'ni bizning tilimiz bilan chempion lider bo'lishadi. Mhm. Sizda chempion liderlar ko'pmi? Juda ham ko'p. Nechta soni aytsangiz bo'ladimi yoki? Juda ham ko'p. Hozir ключевой liderlarim o'zi 100 dan ortiq. Bu Men ключевой bilaman degan- yaqinda Humo Arenada juda katta 10 mingta odamni yig'dingiz, bitta o'zingiz. Da. Bu juda ham katta, hayratlanarli fakt. Endi qarang-da hozir. Bitta o'zim 10 mingta odam yig'olmasdim. Lekin ключевой 100 dan ortiq ключевой liderlarim o'zini, ya'ni bitta soldatni, misol 100lab soldat bitta general boshqarishi mumkin. Sizni generallaringiz ko'p. Albatta, generallarimiz ko'p. Generallaringizni men ko'rganman. Ular general. General to'g'ri. Shuning uchun bitta topshiriq beramiz. Men biznesda qiynalmayman, chunki sababi muhokama qilishmaydi. Hech qachon. Dilbarxon, siz mana hamma ключевой liderlaringiz, agar men Navoiyliklardan ko'rib aytsam, mana shunaqa general ayollarni qo'yib qo'ygansizda. Bu tasodifmi yoki siz mana shu ayol yetakchi bo'ladi deb sezasizmi yoki shunaqalarni tanlab olib o'stirasizmi yoki bu o'zlariga bog'liqmi, sizga bog'liqmi? Chunki har bitta insonni o'zini iqtidori bo'ladi. Lekin haftada 2 marta boshida kunda kunora men ertalab soat 7 dan soldatskiy rejim bizada 7 dan onlayn chat qilaman. Nima uchun? Chunki men o'sha boshida hozir hammalar ertalabdan vohlikdan turishadi. Hattoki kumir qilishadiki, ertalab bahor kun yaxshi paytlarda men yursam, ular ham yurishadi. Chunki biza ayollarga o'rnak bo'lishimiz kerak shogirdlarga. Ya'ni biza qanaqa yaxshi tarafimiz boylik, sog'lom, go'zal bo'lishi o'rnak. Ya'ni ular shu hol ayollar xohlaydi shu narsani. Chat qilib xato kamchiliklarni, nima qilsak biznesi yana ham rivojlanadi, strategiyalarni ertalabdan beraman. Chunki menga ertalabda, ya'ni telefonni zaryadini tiqsangiz 100 da bo'lib to'lib turadi, energiya, o'zimda bo'lgan yana ham kayfiyatim zo'r bo'lib turgan paytda 2 soat ularga chat qilaman. Ya'ni mana shu sizlar ularga o'rgatadigan biznes strategiya deyapsiz, Dilbarxon. Buni siz qayerdadir o'qiysizmi yoki sizga ham shuni o'rgatadigan ustozlaringiz bormi? Biz har doim kimdandir dars olamiz-ku. Endi menda hozir to'g'risi ustozlarim o'zi aslida bor. Ular menga trening berib nimadir o'rgatish uchun emas, menga maslahat berishlari mumkin. Yaxshi nimada, misol uchun biznesga to kirib kelgunimcha, to qonunchilik bo'lguncha, albatta bu O'zbekistonda emas ular. Qirg'iziston davlatida juda ham men hurmat qilaman, ustozim borlar. Lekin ular shunchaki ishondilar hozir yana bitta shunaqa Qirg'izistondan shunaqa O'zbekistondagi liderim chiqqanda yaxshi xursand bo'lardim. Allohga shukr, ularning ham shunaqa o'zlarining generallari chiqdi. Ya'ni bu yerda men ko'proq tajribadan kelib chiqqan holda, keyin men ko'proq treninglarni, ya'ni boshqaruv tizimi, insonlar bilan qanaqa qilganda insonlar bilan samimiy munosabat o'rganish, bu biznesda, nafaqat bu tarmoqli marketingda, har bir sohada bu juda ham muhim. Demak, siz pul topish yo'llari, komandani effektivnostini oshirish yo'llarini emas, chiroyli muloqot qilish yo'llarini o'rgangansiz, munosabat, muloqot, kelishish, odamlar bilan chiqishish, xohishlarini anglash. Dilbarxon, hayotimiz o'zi bizni любой biznes, nafaqat Greenleaf munosabatlarga asoslanadi. Qaysiki komandada munosabatlar yaxshi bo'lsa, o'sha komandada o'sish bo'ladi. Albatta. Zo'r. Greenleaf haqida gaplashdik. Endi menga o'zimga qiziq, nega Dilbar Usmonova bunaqa ixcham, kelishgan, yuzlarida ajin yo'q va yuzlari yaltillab turadi? Biz ayollarga hammasi qiziq. Dieta qilasizmi? Ovqat yemaysizmi? Oshqozoningizni oldirganmiz. Ilgari men ham do'mboqqina bo'lganman. Do'mboqqina. Lekin men sizni doim ko'rganimda shunaqa edingiz. Keyin ozgan paytimda ko'rdingiz. Anchagina do'mboqqina necha kilo edingiz? 85 gacha chiqqanman. 85. Hozir? Hozir 67 kiloman. 30 kilo. Endi bu 20 kilo. 3 yil davomida shu doimiy. Chunki 3 yil davomida Ladda, nima qilasiz hozir shu bizga shu qiziq, endi ayting ayollarga, nima qilasiz mana shu qolipda turish uchun? Sizni asosiy qoidalaringiz. Birinchi qoidam, men doimo ertalab turaman-ku. Ertalab turganimda o'zimni trenajyorni nimam bor.
10 minut o'shanda liberatsiya qiladi. Bu limfalar uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Nima degani u? Limfa drenaj. Uni 10 minut qilganimdan keyin o'zim muzikam bor. Yulduz Usmonovaning muzikasi bor. O'shan bilan har bitta o'sha bitta aylanib kelgan muzika 3 minutdan bo'ladi. Qaysi muzika? Ana nimasi hozir aytaman, yo'q, qozoqcha kechirasiz. Yulduz Usmonovani yana bittasiga faqat qornim bilan ishlasam, qozoqcha muzikaga, ya'ni 3 minutdan aylanib keladi. Demak, har bitta joyizga o'zini muzikasi bor. Bu sizda o'sha jarayon bor-ku, Yulduz Usmonovani. O'sha trenajyorga chiqqanimda 10 minut o'sha mana shu qorin bilan ishlayman. Qornim ilgari juda ham katta bo'lgan. Mana shunaqa qilib qilganimda уже bilasiz shunaqa terlaysiz. Demak, bitta men o'zim shunaqa emas ekanman-da. Men trenajyorda yurganimda marjanjani qo'yaman-da. Boshqa muzika qo'yay desam, yurgim kelmaydi-da. Mana ko'rdingiz, mana xuddi shunaqa. Ana shuni qo'ysam yurgim keladi-da. Keyin o'sha qozoqcha muzika bor. Zo'r. 3 minutdan bo'ladi. Boshida 2 marta, 2 martadan keyin 5 marta aylanish, 15 minutlik qildim. Keyin 10 marta bo'ldi. Har doim 10 marta qilaman. Bu 30 minut mana shu har xil upражнениялari bor. Oson va o'zingizga o'zingiz yoqasiz shu narsani qilayotganingizda. O'zingizni qiynamaysiz ertalabda. Hattoki shogirdlarimga ham ilinganman. Gruppalarga tashlab berganman. O'sha Navoiyga borganimizda shuni marafonini ham qilganmiz. Katta sayyohlikka chiqib, turib olib, butun ayollar kemasi, daryosi bor. O'sha yerda turib olib, muzikalarni, nimalarni qo'yib olib, Mazza. Juda ham mazza bu. Boshqacha o'sha videolarimiz ham bor. Marafonlarimiz. Aniq ko'chada nima militsionerlar hayron, nimaga bu ayollar xuddi shunaqa ayollar ko'pki, unga erkaklar ham qo'shilishgan. Shunaqa katta sayyohlikda chiroyli muzika bilan hamma siri nimada deydi. Mana siri qilinglar deyman. Xohlasangiz qilsangiz ozasiz, qilmasangiz bu narsa ozmaydi. Xitoyda bilasizmi, shunaqa ayollar, pensionerlar gruppa bo'lib ko'chalarda fizkultura qilar ekanda. Zo'r narsani boshlabsiz. Demak, birinchisi badan tarbiya, fizkultura. Yana nima? Sekretlari kerak bizga, sekretlari. Sekretlari, men ham yaxshi ovqatlarni yeyishni yaxshi ko'raman. O'zi aslida, lekin shunaqa dietologlarni va men odatda ko'proq Instagramdan men o'zimga yoqqanini qilaman. Misol uchun duch kelganini qila olmay, menga qulay, men buni qila olmayman degan o'sha dieta. Misol uchun ertalab o'sha mashqimni qilib, suvimni ichganimdan keyin o'zi 2 mahal, ilgari 3 mahal har xil payt beparad nima desam, ilgari har xil ovqatlanardik. Tartibsiz ovqatlanardik, lekin o'sha bitta nimada ko'rdimki, hattoki bitta og'zimizga yoki qurt shimsaga ham, oddiy bitta konfet solsak ham kuni bilan ovqat yemasak bo'ldi, bizning ishtahamiz bo'ldi, u xato bo'ladi. Chunki har bitta tartibsiz og'zimizga tushgan narsa insulinimizni o'ynatadi. Insulin o'ynagandan keyin inson o'zi sekin semirib, ya'ni ovqat talab qilishni boshlaydi. Men ko'proq mana shunaqa tartibsiz og'zimga narsa solishlarni kamaytirganman. Bu juda ham katta, bu ko'pchilik e'tibor bermaydi, bu fishkasi. Keyin ovqatlanganda kuniga 2 mahal ovqat yeyman. Ertalab yoki mana ertalab yeganimda soat 2 dagacha shu ovqatlasam, kechqurun yemaslikka harakat qilaman. O'shani o'zida harakat qilaman. Fruktlarni ham kunda birinchi yarmida yeyman, kechga borib yemayman. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilasiz. Va hozirgi kunda o'sha yedasi bor, o'shani ham qilib qo'yaman. O'zimga mo'ljallab bergan 1746 kilokaloriya bir kunda yeyishim kerak. 5 mahal ovqat. Yo'q. Defitsit kaloriya qilasizmi? Yo'q. Bizda hozir shunaqa programma chiqdi-ku. Qaravamma hamma shunaqa qilayotgan ekan. 1 yillikni o'g'illarini skachats qilib berishdi-da. Yevatgan ovqatni bundoq qilaman. Bo'ldi, tushundim. Shunga qarab yeyman. Bir xilda viloyatlarda yuramiz, buzilib ketadi, tartibsiz bo'lib qoladimi? Demak, hali mana ovqatni bundoq rasmga olasiz, kaloriyasini sanab beradi, me'yorga yetsa to'xtatasiz, yetmasa yurasiz. Harakat qilaman, me'yorgacha olib bormayman. Men yesam yeyman-ku, 1746 bo'ladigan bo'lsa meniki, o'sha 1000 maksimum 1200 gacha harakat qilaman, defitsitini qilaman. Uni to'l bir xil hozir aytyapti, to'lguncha yesangiz bo'ldi deydi. To'lguncha yesangiz qotasiz o'sha joyingizda. O'shani defitsit kaloriyani qilib kamroq qilsangiz, ozdan ozasiz. O'zimga o'zim ustoz bo'lib olganman. Хорошо, bularni aytdingiz. Yuzingizni aytmadingiz, yosh ko'rinishingizni bizga siri kerak. Yuzimga mana hozir kelganimda ham aytdingiz, men xursand bo'ldim komplimentingizdan. Voy, yuzlarim osilib ketyapti-ya, nima bo'lib ketyapti? Yo'q, Dilbarxon. Lekin hozir yosh va go'zalsiz, ishoning. Rahmat. Yuzimga ortiqcha hech narsa qilmayman. Misol uchun men har doim yuzim quruq bo'lgani uchun o'sha nimasi kurslari bor, 5-6 marta o'sha nimaga
meza terapiyasi Meza. bor. Meza nimaga? O'sha terini namlantirish uchun. Boteks yoki nimadandir haqiqat balkim qo'rqishim mumkin. Qo'rqaman. Mana aytishadi, needs deydi. Hozir men o'zi qo'rqaman bunaqa narsadan. Lekin qilish kerakmi bilmayman. Faqatgina o'sha meza olaman. Mezani o'sha namlantiriladi, lekin hozir anchadan bir bora olmayapman. To'g'risi, borishim kerak. Bitta borganimdan keyin o'sha 5-6 marta prosedurasiga borishingiz kerak. Ya'ni har 15 kun. kosmeticheskiy yaxshi uходlar qilib yurasiz. Har kuni ham uchod qilsangiz kerak, a? Uyimda har kuni mana o'zimizni Green Leaf mahsulotlarini ilgari men shunchaki qilmasdim. Ilgari, lekin qarang, mana kechagina biz Saidmurod Davletov treninglarga borib keldik. Insonlar ikki toifali bo'lar ekanda. Kimdir pul topar ekan, semirib, hayotiga e'tiborsiz bo'lib, pulim bor-u deb kun tartibiga e'tibor bermas ekan. Shu yerda to'g'ri yo'lda ekanmiz deb qoldim. Kimdir pul topadi, shuncha pulim ertaga kimga qolib ketadi? Sog'lom bo'lmasam, deb noto'g'ri ovqatlanib, mana shu narsani ham aytib o'tdilar. O'shanda men bildimki, demak biz to'g'ri yo'lda ekanmiz. Chunki biz pul topdik, lekin pulimiz ko'p-u deb mazza qilib, nima desam, O'zimizdan ketib qolganimiz yo'q, o'zimiz tashlab ketmadik, qo'yganimiz o'zimizni yo'q. sog'lig'imizga e'tibor berishni naborot boshladik. Dilbarxon, bilasizmi, ayollar o'zi ko'p ayollar pul topsa, o'zini tashlab qo'ymaydi. Naborot, figurasini yaxshilaydi, chiroyli kiyimga. Nimaga? Chunki puli bor ayol chiroyli kiyim kiygisi keladi-da, yarashishni xohlaydi. Chiroyli kiyim baribir stroyni tanada chiroyliroq turadi. Keyin ikkinchidan chiroyli kiyimlar odatda 42 razmergacha bo'ladi-da. Men o'zim 28 kilo ozgan ayolman. Mashalloh. Shuning uchun bilaman, men ham chiroyli kiyingim kelardi. Magazinga kirsam, menga yoqqan narsani razmeri yo'q deyishardi. Men sig'adigan narsa olishga majbur edim. Shuning uchun juda ham xohlaganman ozishni. Bu mana oxirgi 46 yoshda tuqqandan keyin 28 kilo ortiqcha vazn bo'lib ketganda, bilasizmi, bu men uchun strashniy tragediya edi. Chunki xohlaganim emas, siqqanni kiyishga majbur edim. To'g'ri. Men bunga ko'nmaganman. O'zim yaxshi ko'raman, borimcha yashayman. Yo'q, men sport, правильное питание, harakat, Herbalife mahsulotlari, suv ichish, boshqa odam tartibga solish kerak o'zini. Amalga oshirish shuncha Tartibga solish kerak, da. Hozirgacha men aytaman, o'zini yaxshi ko'rgan odam o'zini doim qolipini ushlab turadi. Albatta. Plus yoshlikni eng asosiy siri, fikrimga qo'shilsangiz kerak, hayotdan mazza qilib yashashda, Dilbarxon. Albatta. Har tong otganda men bugun meni ajoyib kun kutayotganini, mana bugungi kunim sizga aytsam, ertalabdan jonli uchrashuv, orada juda og'ir konsultatsiya, siz bilan podkast, kechqurun jonli efir. Menda haligi ko'p ishlayman degan tushuncha yo'q-da. Bir-biridan mazza ishlar degan tushuncha bor. Sizda ham mana shu narsa fikrimga qo'shilasizmi? Ayol qilayotgan ishidan lazzatlansa, o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilsa, u qarimaydi. To'ppa-to'g'ri. Ishlashga, xohlamagan ishini qilishga majbur bo'lsa, asabiy qarishni boshlaydi. To'g'ri. Nima deysiz bu gapimga? Juda ham to'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Chunki men o'zim hozir qilayotgan ishimni yaxshi ko'raman. O'zi hozirgi holatimda mazza qilib, dam olib, hech narsani o'ylamasligim ham mumkin. Lekin bir kun agar men ishlamasam, xuddi hayotdan orqada qolib ketayotgandek, nimadir ishim qolib ketayotgandek his qilib, ichimda shu g'alayon boshlanadi. Aytganingizdek, boya ertalab turganimda men ham shukronasini aytaman. Alloh nima uchun, qaysi bir xarakterim uchun, nimam uchun shunchalik meni mukofotlarning hayotimdan. Alhamdulillah, farzandlarim bor. Xo'jayinim borlar. Shunaqa doim qo'llab turadilar, hozir qo'llab-quvvatlab turadilar. Yana mukammalman deya olmayman-ku, lekin hayotida, bu dunyoyimizda alhamdulillah nimaki so'ragan bo'lsam, hammasiga Allohim yetkazishdi. Ortig'i bilan yetkazdi. Hozir biron bir armoningiz bormi deb ko'p savol berishadi. Armonim yo'q. Juda ham men Allohdan minnatdorman. Shunaqa taqdir qilgan. Dilbarxon, qarang, yana bitta narsa kerak edi menga sizdan. Siz bilan biz почти tengqurmiz. Juda ham ko'p ayollar hayotingizni o'zgartirishni boshlang, harakat qiling desam, endi kech deydi. Nima deysiz Dilbar Usmonovadan? Endi kech, umrim o'tdi, yoshim 45 ga kirdi, 46 ga kirdi deb noliydigan ayollarga ikki og'iz so'z.
Hech qachon kech bo'lmaydi. Kech bu bizani o'zimizni miyamizda tormozimiz Necha yoshingizda muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqdingiz taxminan? Mana Greenleafda 49 yoshimda, lekin Greenleafgacha bir 43 yoshlarimdan o'sha kelgan bo'lsam, sekin-sekin o'sha yaxshi 43 gacha ham yaxshi. Dilbarxon, demak 43 yoshda kelgansiz, 49 da xohlagan darajangizga chiqdingiz. Aslida qarang, 39 yoshimda mana shu tarmoqli sohaga kirib kelganman. Ya'ni 10 yil o'tdi oradan. 10 yil o'tdi. Yo'q, mana qarang, 39 bo'lsa, hozir 15 yil. 15 yilda. 10 yil bo'ldi. Tak, hurmatli kuzatuvchilar, men juda ham ko'p eshitaman-da, hozir men gapiray Dilbarxon, nima demoqchiman? Ayollar bugun biznesga kirib kelib, bir oydan keyin mana bu darajani xohlaydi. Mendan aytishadi, sizdaqa qanaqa psixolog bo'ling. Baraka topkur, 10 yil ishla. 10 yil ishla. Dilbarxon, men sizga bitta narsani aytmoqchiman-da. Meni xayolimda tepada Xudoyimni bir buxgalteri bor-da, buxgalteriya bor. Shu buxgalterlar xatti harakatingizni hisoblab turadi. Mana siz Greenleafda urindingiz, o'xshamadi, urindingiz, ko'nglingizdagidek bo'lmayapti, lekin siz orqaga qaytmayapsiz-da, harakat qilyapsiz. И вроде qilgan harakatingizga yarasha natija olmayapsiz. Lekin men bilaman, tepada bu hisob-kitob точно bo'ladi. И где-то bir 100-chi uringaningizda, balki 30-chi. Farishtalar Allohga aytadi. Bu meni tushuncham. Allohim, mana shu ayol yana shu narsani so'rayapti. Alloh so'raydi, necha marta? Ha, bir 50-chi marta urinishi. Ungacha 49 marta hisobga olinmadi, natija olmadi. Allohim aytadi, oldingisini ham hisoblab turib beringlar deydi. Men shunaqa tasavvur qilaman-da, shuncha aytaman, baraka topkur ayollar, hech bir harakatingiz hisobsiz qolmaydi. Mana shu harakatlaringizni hammasi bitta qilib beriladi. Ungacha sabrda bo'ling, harakat qiling. Tepada hisob-kitob hech qachon adashmaydi. Tepadagi buxgalter hech qachon adashmaydi. Siz nima deysiz? Bu meni shunaqa tasavvurim. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana siz psixolog nuqtai nazardan aytyapsiz, men shogirdlarimga aytamanki, bu biznesda sabr bo'lish kerak. Har bitta sohani, misol uchun bitta power bo'lish uchun ham, professional chef power bo'lish uchun ham 20 yillab bitta o'sha powerlikni qilsa, ertaga uni narxi ham baland bo'ladi, borgan joyida ham o'sha har bitta kelgan klientlarga manzur bo'ladigan ovqat tayyorlaydi. Lekin 6 oylik, 1 yillik power bilan 20 yillik powerni o'zini staji bor, to'g'rimi? Lekin aksariyat insonlar, 90% inson, 95% inson 3 yil bitta ishlab ko'radi, o'xshamayapti deydi. Bitta ishlab ko'radi, bitta, ya'ni ya'ni qarabsizki, yosh 50-60 ga bo'ladi. Har safar orqaga qaytishda bu, ha? Har noldan boshlash. Noldan boshlash. Ertaga stomatolog bo'lsa, ertaga bu balkim bitta tadbirkorlik sohasi, balkim u shofyorlik va menga ham bu to'g'ri kelmadi. Ya'ni mana shunaqa insonlarga qarab aytardimki, har safar o'sha har 5 yil ishladim, 3 yil ishladim bitta sohada, ya'ni noldan boshlanaveradi. U insonlar hayotda hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Shuning uchun men qarab aytardimki, sabr bilan bitta ishni takror qilaversa, ertaga o'sha ishchi professional ustasiga aylanadi. Chunki bu sohaga men 39 yoshimda aslida kirib kelganman. O'zimga yarasha tajriba ozmi ko'pmi, tajriba bor, to'g'rimi? Lekin boya aytdim, orada shu 19-yilida o'sha biznesimni 2010-yilda kirganman, 9 yil deganda o'sha bitta sohada ishladim. O'sha sohada 9 yil ishladim. Oxiri shunaqa holat bo'ldi, chiqib ketganimdan keyin. Yana shu sabab soham shu, to'g'rimi? Lekin Alloh menga, men har doim shogirdim, biron bir qiyinchilikka, sizga biror eshik yopilsa, ikkinchisi sizga juda ham katta ochilar ekan. Shu narsaga isboti bo'ldim. Erta ham katta daromad topganman, Allohga shukr. Lekin hozir Allohga sen bundan ham kuchliga loyiqsan deb bitta sinov berib qo'yib turib, yana menga bu biznes Greenleaf hayotimga kirib keldi. Mana hozirgi kunda juda ham xursandman. Nafaqat O'zbekistonimizda, butun NDH davlatlarida juda kuchli, boy aytdingiz, energichniy shogirdlar. U yoqda ham juda ham ko'p energichniy shogirdlarim. Yana shu yerda savol, shogirdlaringiz sizdan ko'ra tezroq erishsa kerak, daromadga, o'zi xohlagan narsaga, chunki odatda haligi birinchi boshlagan odam uzoq urinib, qoqinib, yo'lni ochib beradi-da, haligi yo'lni ochib bergandan keyin tayyor yo'ldan ustoz o'ngga qo'ysa, o'ngga qo'yib, chapga qo'ysa, chapga qo'yib, u yoqqa yurma, cho'kib ketasan. U yoqqa yurma, cho'kib ketasan. Oldiga yur. Mazza. Har doim birinchi yurgan odamga qiyin. Ustozning orqasidan yurgan izma-iz. Umidaxon har doimo birinchi inson o'sha mas'uliyat ko'tara olishi kerak.
Ha. Chunki o'sha qorni kuramasdan mana ertalab nima qilamiz desa, mana shu qorni kurab, o'ngga yur, chapga yur, Ha, bitta chakalezor bor. Betdan chiqasan. Agar tushib qolsang, to chiquncha vaqtni yo'qotmaysan. Ha. Undan ko'ra aylanib o'tish yo'llarini ko'rsataman. Deb turib biza o'zimizda mana shunaqa Aqlli shogirdlar izma iz yuradi. Chiqib qolar orada, yo'q, o'zimni yo'limdan yuraman deb ko'rib, keyin yana qaytib keladiganlar. Undan keyin topib qaytib kelishadi. Qarasa bo'lmaydi. Ha, qarasa cho'kib ketadi. Keyin yana ustoz deydi, yana ke deysizda qilib. Aynan, xuddi shunaqa. Yaxshi. Demak, sizni ishxonangiz ham bir katta oila, u yerda har xil farzandlaringiz bor. Chaqqoni ham bor, sekini ham, gapingizni qiladigani, qilmaydigani, hammasini xarakteriga moslashib. Moslash. Da. Muhimi moslashish kerak. Har bitta shogirdlarni xarakteriga, ustozlarni xarakteriga moslashish kerak. Biznes boshlash hech qachon kech emas. Chunki 39 yoshda boshlaganingiz juda ko'p ayollarga motivatsiya bo'ladi. Hozir menga yozishadi, 35 ga kirgan yosh juvonlar endi kech. Men aytaman, baraka topkunlar, men 46 yoshda ona bo'lganman. Nimasi kech? Albatta. Raqam bu miyadagi, yosh bu miyadagi raqam, to'g'rimi? Mana azizlar, qarshingizda ikkita go'zal kelishgan yosh, atigi 50 dan ozgina oshgan biznes ayollar o'tiribdi. Bizdan o'rnak oling, to'g'rimi Dilbarxon? To'g'ri. 49 yoshda Greenleaf boshlagan bo'lsam, hozir 54 yoshdaman. Allohga shukr, hech qachon kech emas. Men shuni o'rab aytgandim, 50 dan sal oshgan deb. Albatta. Yaxshi, juda ham xursandman. Dilbarxon, mani auditoriyam aksariyat yozishadiki, Umid opa, mani o'zimga ishonchim kam, men shuncha yil uyda o'tirganman, men erim prям ko'chaga chiqib ishlashga ruxsat bermaydilar. Aytingchi, mana shunaqa holatdagi ayol shu Greenleaf bilan shug'ullanmoqchi deylik. Qo'lidan keladimi? Nima kerak unda? Nima talab qilinadi undan? Agar shuni qilaman desa. Har bir o'zi aslida har bir ayol bu dunyoga keladimi? Ya'ni tanlangan ayol bo'ladi. Ya'ni har bir inson dunyoga kelishini o'zi g'oliblik va muvaffaqiyat hisoblanadi. To'g'ri. Lekin hayot tarzida har xil tarbiya, har xil oqim bo'ladiki, yo o'ziga ishonchsiz yoki kuchli bo'lib, ya'ni voyaga yetadi. Ha. O'sha aksariyat mani komandamdagi, endi o'zimdan oladigan bo'lsam, ayollar mani komandamda ham tadbirkorlik faoliyatida yurgan insonlar hozir o'sha qaysidir ma'noda o'ziga ishonmagan, erim ruxsat bermaydi, endi qo'limdan kela oladimi degan shogirdlarim juda ko'p. Hozir muvaffaqiyatga chiqdi shular. Ya'ni demoqchisizki, har bir ayolni ichida mana shu yashirin kuch, g'oliblik kuchi bor. Bor. Faqat uni ko'rsatib berishga imkon Ko'rsatib qilish berish kerak. Faqatgina o'sha imkoniyatdan foydalanishni bilish kerak. Qanaqa? Bo'ldi, shuncha yil yashadim. Endi o'zim uchun harakat qilishim kerak degan ozgina fikrni, nuqtai nazarni o'zgartirish kerak. Misol uchun, men mana shu 39 yoshimga qadar o'zimga ishonmagan, juda ham qo'rqoq, qo'lidan ish kela olmaydigan yoki shu ommaga chiqib ikkita gapini qo'shib gapira olmaydigan. Rostdan? Shunaqa bo'lganmisiz? Juda ham qo'rqoq bo'lganman. Hozir Humo Arenani o'rtasida turgan ayol bilan oldingi Dilbarxonni yer bilan osmoncha farqi bo'lgan. Alloh uchun oson ekan. Har bir inson bemalol qilishi mumkin ekan. Bitta oliy ma'lumotli bo'lishi shart emas. Yoki bir dissertatsiya yoqlashi shart emas. Muhimi har bir inson o'zi xohlashi kerak. Dilbarxon, rostdan ham men hozir 33 yoshimdagi rasmini ko'rganlarcha aytadi-da, shu sizmi? Da. Qachonlardir Toshkentdan ancha uzoqda, kichkina shaharchada tug'ilgan oddiy Umid Abdullayeva hozir mana minglab ayollarning yetakchisi. Ichki o'zgarish tashqi o'zgarishga ham olib keladi. Albatta. Demak, siz o'ziga ishonmagan, takoy introvert ayol bo'lgansiz. Kompleksli bo'lganman. Еще zakomplektsovanный bo'lgansiz. Hurmatli ayollar, hammasi o'zimizga bog'liq. Bugun men suhbat qilishimdan maqsad Dilbarxon kimgadir reklama qilish, kimgadir o'zimizni aqlli ko'rsatish emas. Men oddiy Dilbarxon ismli ayolni bosib o'tgan yo'lini ko'rsatish va bu ayol timsolida odam nimalarga erishishi mumkinligini ko'rsatish. Chunki men sizni hayotingizni ozgina o'rgandim. Rostdan ham siz juda ham uyatchan, o'z fikrini ayta olmaydigan,
lekin Dilbarxon ayol bo'lgansiz, o'z kuzatuvim aytay, siz bilan 1 yil oldin tanishganimda ham bugungi Dilbarxondan farqingiz bor edi. Yildan yilga o'zgarishlar ko'rinyapti. O'zingiz sezasizmi yoki men sezdimmi? Siz sezgan bo'lsangiz kerak. Da, siz bilan esingizdan birinchi marta restoranda uchrashganimizda Esimda. o'sha Dilbarxon bilan 1 yil keyingi Dilbarxonning o'rtasida ham farq bor. Demak, o'sish davom etyapti, o'zgarish davom etyapti. Albatta, chunki bu biznesga kirganda insonning xarakteri ham o'zgarib borar ekan. Ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, dunyoqarashingiz, fikrlashingiz, nimaga niyat qilib fikr qilsangiz, hammasi shunaqa Alloh ortig'i bilan oldingizga o'zi olib kelib qo'yar ekanda. Shuning uchun har bitta shogirdlarimga, har bitta kuzatuvchi insonlarga aytardimki, hech qachon taslim bo'lmang. Da, Har doim sizni qo'lingizdan keladi. Manki qila oldimmi, siz ham bemalol qila olasiz. da. Dilbarxon, esingizdami o'shanda men siz bilan ko'rishganimizda, o'shanda ham hayron, mana shu sifatingizni juda ham yoqtirganman, bosim o'tkazmasligingizni. O'shanda sizni Greenleaf bilan haligi meni targ'ibot qilib kelgan qizga men aytganman, yo'q, men Greenleafni yaxshi ko'rdim, mahsulotini o'zim uchun olmoqchiman, lekin men qilmayman, chunki menda haligi og'riqli tajriba bor edi. Oldin kompaniyalar bilan ishlaganman, menga davay degan tajriba bor. Desam, siz o'shanda tinch qo'y, xohlasa shug'ullansin, xohlamasa yo'q. Odam o'zi xohlasa so'raydi, xohlamasa Umidaxon bemalol. Men mahsulotni yaxshi ko'ryapman Dilbarxon, lekin men bunaqa qilgim kelmayapti deganimda, mayli, ixtiyoringiz degansiz, biz bo'ldi. Bemalol ovqatlanib, tanishib ketganmiz. O'shanda ketgandan keyin ishonasizmi, meni motivatsiya qilib, propaganda qilganingizdan ko'ra, mana shunaqa munosabat menga ko'proq ta'sir qilgan. Menga bosim o'tkazmadi, mendan hech narsa talab qilmadi, menga davay qilmadi. Bunaqa odam yoqtirishni boshlaysiz. Biz siz bilan mana 1 yildan beri tanishmiz. Necha marta treninglarni, necha marta nimalarni birga o'tkazdik. O'sha bosim o'tkazmaslik menga hali ham sizda hayratlantiradi, ham tortadi. Chunki ko'p insonlar mana endi yana biznesda yoki umuman qaysi holatda yopishib olishadi-da. Da, hol joningga qo'ymaydi. Unaqa qilish kerak emas aslida. Shunchaki munosabat qilib, o'z holiga qo'yish kerak. Men o'zi mana ko'rdingiz o'sha kuni umuman Greenleaf haqida unaqa gaplashmadik. O'zimizni shaxsiy gaplarimizdan gaplashdikki, endi bir xil shogirdlarimizda hali opiti bo'lmaganda, voy Umida Abdullayeva kelsalar-yu zo'r bo'lib ketaman degan, ana ularda hovliqish bo'ladi-da. Ular ham ishini yaxshi ko'rganda. U ozgina o'sha tajriba yetishmasligidan shu ana davleniya qilib qo'yishadi. Davleniya bo'lgan joyda odam qochgisi keladi, bilasizmi? Haligi. Men bu narsani 100% tushunaman, chunki tajribamdan o'tganda. Shu narsa oilada ham ishlaydi-ku. Dilbarxon, shunga nima deysiz? Davaychi ozgina munosabatlaringizni ochaylik. Eringizga, mana men aytaman ayollarga, eringizga yopishib olmang. Yopishib hol joniga qo'ymay, davleniya o'tkazmang, qochib ketadi, yo'qotib qo'yasiz. To'g'ri. Dilbar Usmonova turmush o'rtog'i bilan qanday munosabatlarda? Hech kimga aytmaganini bizga ayting. Men hech qachon xo'jayinimlarni, misol uchun, hali bunaqa savol berilmagan. Mana birinchi marta berdingiz. Xo'jayinimlar hayotda o'zi mana biz turmush qurganmiz. Men juda ham yosh bo'lganman. O'sha paytlarda 16 yoshda otam 16 yoshda pasport oldi, qizlarni uzatib yuborardilar-ki, nimaga? Shunchalik bu ertaga yoshi katta bo'lsa, yigitlarni anaqa tanlashni boshlaydi deb juda ham mehrli inson bo'lganlar. Eringiz necha yosh bo'lganlar? Erim 23 yosh bo'lganlar. Har tugul kattaroq. Yo'q, katta, normal, o'rtamizda. Shuning uchun har doim meni ayab keladilar hayotimizda. Juda ham tushunadi. Oralaring necha yosh shunda? 9 yosh. 6,5 yosh. 16 yosh bo'lsa, 16 yosh bo'lsa, 6,5. 6,5. 6,5 yosh. Normalni, zo'r. Normalni. Juda ham hurmatimni joyiga qo'yadilar hozirgacha. Lekin o'sha paytda qattiq qo'lam bo'ldilar. Hech urushib qolmaganmisizlar? Bo'ladi. U bizani urushimiz u hech qancha emas. Chunki meni o'zi xarakterim mana bir xilla eri bilan urushib qolganda haftalab, oylab arazda yurishadi. Yoki eri arazlab yuradi. Eri arazlab yuradi. Ishoning, misol uchun nimadirdandir tortishib qolishimiz mumkin. Yana orada 1 minut, sekundlar bir aylanib kelsa, esidan chiqib qolgan bo'ladi, urushib qolgan. Sevib turmushga chiqqanmisiz sovchilik orqali? Sovchilar orqali. Chunki mahallaga tushganman. Adamzani o'rtoqlari bo'lishgan. Mahallaga kelin bo'lganmiz. Yaxshi qiz mahallada ortmaydi deyshadi. Bilmasam. Xullas, qaynonam ham juda ham zo'r inson bo'lganlar. O'qitamiz deb olishgan. Keyin
turmushga chiqqandan keyin haqiqatdan har bitta sharoit yaratib berganlar. Qaynonam rahmatli. 35 yil yashadik, qaynonam bilan turdik. 4 yil bo'ldi olamdan o'tganlarga. Faqat duoda. 35 yil birga Qaynonam yashadingiz. bilan faqat duo. Biror marta kelishmovchilik, boshqa narsa bo'lmadi. Yo'q. Bu kimga bog'liq deb o'ylaysiz? Sizni sabrli va yaxshi kelinligingizgami yoki qaynonangizni Qaynonamga adolatli, oqilay insonliklarigami? qaynonamga bog'liq bo'ldi, chunki oilada eng erkak qiz bo'lganman. O'sha o'zimga yarasha ko'targandirlar, mehrli bo'lganlar. Mehrli bo'lganlar, to'g'ri, yoshlikda hamma narsa o'tishi mumkin, lekin juda ham mana o'lgunlaricha faqat duo qildilar. Bu mana Greenleafda yoki mana biznesda zo'r bo'lib keldi deyish bu aslida men zo'rligimdan emas, aslida duolar deb o'ylayman. Chunki ota-onamiz, men har doim aytaman shogirdlar, ota-onamiz borimizcha yaxshi ko'radi. Qaysar bo'lamizmi? Borimizcha ota-ona yaxshi ko'radi xarakterimiz bilan. Lekin qaynona yaxshi ko'rish qiyinroq bo'ladi. Har kimga emas. O'lguncha duo qildilar, chunki juda ham yaxshi inson bo'lganlar. Bir-birimizni tushunib yashaganmiz. Hattoki komandirovkaga ketar paytlarimda ham rosa suyanib qolgandilar. Oxir payt kelinlarim bor edilar. Xo'jayinimdan ham birinchi bu joningizga yaxshilab qaranglar. Ovqatlarni vaqtida beringlar deb nima qilib tayinlab ketardim. Keyin adajoningizga yaxshilab qarang. Endi baribir ketasiz, majbur bo'lasiz, baribir 2-3 kunlab ketishga. Ana shu joyda ham kelganda, "Voy bolam keldingizmi? O'zingizga uyingiz o'zi qaynonam uylari aslida. Uyingiz o'zingizga buyursin" deb duo qilardilar. Oxiratlari oson, obod bo'lsin, lekin men juda ham minnatdorman. Mana shunaqa 16 yoshda qiz qilib o'zlariga olib, mana shu hayotda mana 4 o'g'illim bo'ldim. Hattoki men ishlagan paytlarimda qaynonam yoshlari katta bo'lsa ham, bolalarimni shunaqangi chiroyli olib o'tirardilar. Katta hammasi litseylarda o'qiydigan bolalar. Endi men ishga kirganman. Salkam mana 40 ta ishga kirgan bo'lsam, go'yoki shuncha yil o'zi fortepiano soham. Ishlatmaganlar. Xo'jayinim faqat bolalarning tarbiyasi bilan bo'lganda, bolalarim katta bo'lgandan keyin 39 o'sha yoshimda biznesga kirgan bo'lsam, rosa qarshiliklar bo'lgan. Qaynonam o'shalarni xo'jayinimga aytardi, "Qo'y unaqa qilma. Ishlasin, bekoriga uyda o'tirib nima qilamiz ikkita xotin" deb mana shunaqa gapirardilar-da. Ya'ni kamchiliklarni bekitib o'tirardilar. Kartoshka piyozlarni artib, zagotovkalar qilib, o'g'lim endi litseyda o'qirdi. "Davay, chiq, ovqat qil, onang kelguncha" deb tepasida turib kartoshka sol, piyoz sol. Qizim bo'lmasa ham 10 ta qizdan afzal 4 ta o'g'illarim. Hamma ishlarni o'zlari, hattoki ovqatimgacha qilib qo'yishardi. Mana shu ishga kirib, Dilbarxon, nima deb o'ylaysiz? Mana shu sizni qaynonangizni hozir shunaqa iliqlik bilan eslashingizga baribir ulardan ham sizga nisbatan mehr berganlari bo'lgan, avaylaganlari bo'lgan. Agar ular ba'zi bir qaynonalarga o'xshab tanqid qilganlarda, ayb qidirganlarda, kamchilik qidirganlarda bunaqa qilib eslab o'tirmagan bo'lardingiz, to'g'rimi? Qarzda doim ikki qo'ldan chiqadi-da. To'g'ri. Balki men ko'pchilik aytadi, balkim sizga yaxshi qaynona tushib qolgandir, bilmadim deydi. Yo'q. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Yaxshi qaynona, yomon kelin, yaxshi kelin, yomon qaynona bo'lmaydi. Bir-birini tushunadigan, tushunmaydigan insonlar o'zi bo'ladi. yo'q bu yerda, kelishib yashash kerak. Zo'r. Nechta farzandingiz bor? 4 ta o'g'lim bor. 4 ta o'g'il, qiz yo'q. Yo'q. 3 ta O'xti. 3 ta keliningiz bor. Bitta erkatoyingiz qolibdilar-da. Erkatoyim qoldi. Hammaligi mana shu biznesda. Bular o'zlarining bizneslari bor o'g'illarim. Hozir kichkinam ko'proq men bilan yuradi. O'zi Westminster bu yil bitirib, hozir ko'proq oldimda olib yuribman, ko'proq yolg'iz yurmasligim uchun. Meni ishlarimni yordam berib turadi. 5 ta erkakni kiri, yuvishi, xizmati o'ylagunizcha yaxshigina xizmat qilgan ekansizda, Dilbarxon. 5 ta bitta qiz bo'lsa ham yordamchida, 5 ta erkakni kiri. Voy, tasavvur qilaman-da. Yoshimgacha bilasiz. Meni ukamning 3 ta o'g'li bor-da. 3 ta o'g'il bo'lgan uy bitta ovqatlansa. To'g'ri. Kelinimiz aytadi, ishxonadan kelsam deydi. Deyman deydi. Endi tasavvur qiling. Meni bolalarim shunaqa spakoyniy bo'lishgan, to'polonchi, unaqa yoyib tashlaydigan bola bo'lishmagan, rosa послушный bo'lishganda. 39 yoshimgacha qarang, rosa mehnat qilganmiz. Onam rahmatli aytardilar, borgan joyingda shunaqa toshtiqot, gap olib kelmagan deb aytardilar-da. Chunki biza otam ham qattiq qo'l bo'lganlar. Hattoki yangi kelinligimda borganimda kirardilar-da, qaynonamga aytardilar. Naimaxon, endi bular o'rtoq bo'lishgan qaynonam. Naimaxon sizga gap qaytarmayaptimi? Agar gap qaytarsa, menga ayting. Men o'zim endi shunaqangi nima qattiq qo'lardi. Agar qaynonangga bironta gap qaytarsang,
shunaqangi anaqa kallasini tutashirmandirdilar, hazillashib, endi Ha. balkim qo'pol qilib gapirlar, Aha. erkalatardilar ham. Lekin qaynonasini oldida, lekin hozir hech kimga otasi borib shunaqa desa yoqmaydi. Ha, Hech qaysi, ha, to'g'rimi? ha. Yoki o'sha qaynonalar o'shanga borib ignor boshqacha muomala qiladi. Hozir Qaynon- hayotmilar ota-onangiz? Ota-onam yo'q, o'tib ketganlar. O'tib Lekin mana ketishgan. baribir ota-ona muhim ekan. Qiz bola tinib tinchib ketishida o'sha paytda qaynonangni biron marta agar nimadir dilini ortsang, "Men seni qizim demayman" deganlar. Mana shu holatlar men bo'lsa nima yosh bo'lganman, to'g'rimi? Ana o'sha holatdan qaynonamiz bilan mehr ko'proq o'sha tushgan joyimga mehr berdirganlar otam rahmatli. Ilohim joylari jannatda Jannatda bo'lsin, bo'lsin. ota-onangizni ham, qaynonangizni ham. Ilohim bizni ham o'tib ketganimizdan keyin shunaqa mehr bilan eslash nasib qilsin. Nima deysiz shunga? To'g'ri. Dilbarxon, odatda meni ham shunaqa deyishadi-da. Mana men hozirgi hayot tarzimni qo'yaman-ku istoriyalarda. Voy, biz ham pulimiz ko'p bo'lganda shunaqa yashashni bilardik, aql o'rgatishdi. Voy, biz ham men hozir yana bir marta aytaman. Men qilgan mehnatni uncha-muncha erkak qilmagan. Men qilgan chiqqan qiyinchilikni uncha-buncha erkak chiqa olmaydi. Meni taniganlar juda yaxshi biladi. Men qanaqa yo'llardan chiqqanimni. Hech kimning yordamisiz, boyvachcha ota-onasiz, hech qanaqa bir boy odamga haligi bor-ku, sponsor topib emas. Faqat mehnat, 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 harakat. Siz boya aytdingiz-ku, men shikoyat qilmayman deb. Menda ham shu sifat bor. Men hech qachon nolimayman. Hech qachon dardimni aytib, o'zimdan bechora yasamayman ekan. Mana shu meni ham kuchli tomonim. Sizni ham mana hozir tushundimki, qarshimda o'tirgan, bugun 10 mingta odam yig'olgan, qimmat avtomobillarda yurgan, millionlab topadigan Dilbar Usmonova oddiy kelin bo'lgan, oddiy mehnat qilgan, farzandlar tuqqan, injiq erni rafiqasi bo'lgan, harakat qilgan, otasidan gap eshitgan, ota-onasidan qo'rqqan menga o'xshab. Lekin otam shunaqa mehribon bo'lgan. Da. Ota-onasi qattiq qo'l bo'ldi desa, qahri ham mehri ham bo'lganda, hattoki tizzalarida olib o'tirardilar-da. Mana turmushga chiqsak ham opalarimga eng kichkina qiz bo'lganman-da. Opalarimga, "Tush, uyalmaysanmi adam" desa, "Lo'chamga tegma, men lo'cha" deb erkalardilar-da. Ham shunaqangi mehr berganlarki, qattiq qo'l ham bo'lganlar, qo'rqqanmiz ham. Men aytamanki, hozir ham shunaqa otalar baribir bo'lishi kerak. Biza kam bo'lmadi-ku, ota-onamiz gapiga kirib, ota-onamizni hurmat qilib, tushgan joyimizda qumtosh bo'lib, boriga ko'nib, chunki men ham yaxshi oiladan, boyvachcha oiladan, chunki tushgan joyimda qaynatam o'tib ketganlar, qaynonam o'zlari qolgan bo'lganlar, misol uchun-da, uje katta dargohdan, yaxshi oiladan, ya'ni bu ham tushgan joyim ham yomon bo'lmagan. Endi qaysidir ma'noda shunaqa ko'nikkanmiz-da, bilmayman, hozir sal ajrimlar ko'p, salga ota-onalar tushadi o'rtaga, lekin bizda o'sha paytda teskari bo'lgan ekan. Hayotda har narsa bo'ladi, Dilbarxon. Men ham o'sha aytaman sizga, haligi o'ziga to'q oilada katta bo'lganman. Keyin shunaqa hayotimda vaziyatlar bo'lganki, bir tiyinsiz qolgan kunlarim ham bo'lgan. Oyoqqa turadigan, endi bir umr ota-onamga o'ligimni ortib yashamayman-ku. Ha deb ota-onamga dardimni ko'tarib bormayman-ku. Vaqti kelgan o'zimni hayotimni oyoqqa qo'yishim kerak bo'lgan. Xudoga shukr, shuncha aziz ayollar mana sizlarga oson degan narsani miyalaringdan chiqarib tashlaylar. Har doim harakat, umid, intilish, maqsad mana shunday odamlarga ergashishga harakat qiling. Demak, sizga ergashgan shogirdlaringiz, men Navoiyliklarga rosa bugun paxta qo'ydim, Navoiyliklar. Sizlarga promotor berdim. Da, Navoiyliklar, chunki men rostdan ham yoqdi menga komandangiz. Da. Balkim boshqa yoqdagilar ham meni chaqiringlar, men sizlarni ham shunaqa qilib beraman. Promotion deysizlarmi, reklamani. Rostdan ham mazza qiluvdim-da Navoiyda. Takoy menga yoqadi. Shustri ayollar. Davay deydigan ayollar. Xuddi shunaqa. Kecha Instagramni ko'rmadingizmi? O'sha Davletov biza treninglarni. Yo'q, ko'rmanman. O'sha 130 ta shogirdlarimiz borib, Uje sizlarni bu yerdagilar qoniqtirmayapti. Uje tepaga ketdinglar, ha? O'zi har yil bir marta chaqirib turamiz. Da, zo'r. 21-yildan beri. Lekin komandalar ustida ishlashlaring, ularga motivatsiya berishlaring, davaylaring haqiqatan ham zo'r, bu natija beradi. Ayollar harakatchan, intiluvchan, shuning uchun kim bilan atrofingni o'rasang, shunga o'xshab ketasan deydi. Bu yerda sizni ham ustoz sifatida, ham yetakchi sifatida mehnatingiz baribir katta. Rahmat.
sizni ham juda ham hurmat qilaman, chunki sababi ko'rdingiz ana treninglarni juda ham chiroyli qilib berdingiz, yetkazib, hattoki forum bo'ldi-ku, qatnashdik o'shanda forum. juda ham professional darajada tushuntirib, odamlar o'sha o'tirgan joyda yig'lashdida, shunchalik his qildira oldingiz. Da. Bilimlaringiz ziyoda bo'lsin sizniki ham. Rahmat. Bugun albatta sizni ochilmagan qirralaringiz ko'p qoldi. Men u yoqdan o'tdim, bu yoqdan o'tdim. No, chegaralaringizni qo'ydingiz, mayli. Men har doim birovning chegarasini hurmat qilaman. Shuning uchun harakat qildim sizlarga, hurmatli kuzatuvchilar, nafaqat biznes tomonidan Dilbar Usmonovani, balkim qanaqa fikrlashlari, nima deb o'ylashlari, ichki dunyolari, mana shu narsalarni ko'rsatishga harakat qildim. Oxirgi savol, Dilbarxon. Dilbar Usmonovani agar bittagina armoni bo'lganda, nima shu armon? Armon deyolmayman. Lekin armonim ota-onam ko'rmaganliklari hozirgi yutug'imni, chunki ancha yil oldin o'tib ketishgan joylar jannatda bo'lsin. Otam ham umuman ko'rmadilar bu yutuqlarimni. Qaynonam ozmi ko'pmi bo'lsa ham ko'rdilar. Shu yutuqlarimni faqat ular ko'rishlari. Hayotdan boshqa armonim yo'q, lekin oliy maqsadlarim bor. Chunki oliy maqsadlarim sir bo'lib qolsin, qachonki o'shalarga erishganimda inshaalloh siz bilan bo'lishamiz. Necha yildan keyin va'dangiz olib qoling. Endi bilib bo'lmaydi, siz bu oliy maqsadlaringizda ko'tarilib ketsangiz, keyin suhbatga chaqirib bo'lmay qolsa-chi. Bir deganingizda yugurgilab kelaman, chunki meni xarakterim har doim shogirdlarimga ham shu narsani Da, sizda kibr degan narsa yo'q, buni bilaman. Yerdan uzilmasin deyman, chunki kibr insonni sindiradi. Da. Eng yomon narsa odamlarni biznesdan, daromaddan, odamgarchilikdan chiqarib yuboradigan narsa bu kibr. Aslida hammamiz yerda turishimiz kerak. Menga ham bir xil vaqtda siz bilan gaplashsa bo'ladimi? Voy, men nima? Sizlarga men ham oddiy insonman, yozing deymanda, hayron qolishadi. Bir vaqtda yozishadi Instagramda, sizni ko'rib qoldim, palon anaqa markazda borgani hayiqdim. Nimaga? Hurmatli kuzatuvchilar, meni ko'rsangiz, men sizga podpiskaman deng, men bag'rimga olaman, men xursand bo'laman. To'g'rimi, Dilbarxon? Biz ham oddiy ayolmiz. Oddiy yerda yuradigan ayol. Dilbarxon, yana bitta sizga oxirgi savolim. Mana shu kuzatuvchilarimizga, ayollarga nima demoqchisiz? Nima degan bo'lardingiz? Nima tilaklaringiz bor? Shuni ayting, shu bilan yakunlaymiz. Ayollarga aytardimki, hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. Har doim farzandlari uchun, oilalari uchun harakat qilishlari kerak, kurashish kerak. Kurashish deganda nimaga? Chunki yaxshi hayotga, insondan faqatgina yaxshilik qoladi. Qo'limiz bilan bera olmayapmizmi? Hech bo'lmasa o'sha mehrimiz bilan, ya'ni muomalamiz bilan beraylik derdim. Lekin ayollarga qarang, ayollar biz rosa kuchlimiz o'z aslida. Biz o'zbek ayollari juda ham kuchlimiz. Har bitta ayollar qo'lidan juda kuchli ish qila oladi, keladi. Sababi mana prezidentimiz ham aytganlar. Ya'ni bitta erkak o'zi uchun bitta oilasini bir mukammal qilsa, ayol bir nechta insonlarni, ya'ni farzandlarni mukammal qilib yaratishga qodir. Demakki, bizni o'zbek ayollari salohiyatli, qadriyatli va juda kuchli bo'lishlari kerak. Shu. Fikringizga qo'shilaman va hurmatli kuzatuvchilar, o'z navbatida men qo'shib aytaman, hech qachon hech narsa kech emas. Albatta. Hech qachon hech narsa kech emas. Faqat xohlang, maqsad qo'ying va harakat qiling. Muhimi harakat. Sog' bo'ling, Dilbarxon. Juda ham mazza qildim o'zim. Harakat qildik, jonli, tabiiy suhbat qurishga, hech qanday tayyorgarliksiz. O'ylaymanki, kuzatuvchilarimizga ham ko'p foydali insaytlar bo'ladi va balkim kimlardir bugundan boshlab biznes qilish haqida jiddiy o'ylab ko'radi. Sizga omad tilayman, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa, o'sha maqsadingizga erishganingizda yana bitta efir qarzdorsiz. Xudo xohlasa, inshaalloh. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat kattakon.